Xo'p, bizning nazarimiz so'rayotgan mijozlarimiz uchun yana bir bor eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrining sentrida Xonaqoh masjidining ro'parasida joylashgan Islom mobil telefon magazini. Xohlovchilar kelib bemalol olsa ham bo'ladi. Uyga uzoqlar, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Andijon, Namanganda ko'rib turgan mijozlarimiz bemalol bizga bog'lanib, onlayn sotib olsalar ham bo'ladi. Tezkor BTS pochta orqali 2 kun yoki 3 kunda yetkazib beramiz. Dastlabkisi mutlaqo bepul bo'ladi. Bizga Koreyadan kirib kelgan Sveji, ya'ni yangi S modellarda obzorlarni qilib beramiz. Narx-navosi bilan tanishtirib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'ring, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Narx-navolarimiz atrofga qaraganda ancha arzon chiqadi. Xo'p. Bizga S23 smartfonini juda ham ko'pchilik, S23 Ultra smartfon juda ham ko'pchilik so'rayotgandi. Idealniy bo'lgan zo'rlarini olib keldik, xudo xolasa. Hech qatida hech qanaqa petnosi yo'q, hatto salafallari olinmagan, xuddiki yangilari keldi. 12 ga 256 va 12 ga 512 liklari bor. Narx-navolari $495 dan $520 chiqadi. Bemalol zakaz qilishlaring mumkin, xudo xolasa. Steklolarini bonus qilib yopishtirib, chexollarini qo'shib chiqarib beramiz inshaalloh. Maza qilib ishlatasiz. 3 xil svetda bor. S24 Ultra so'rayotganlar uchun qora va natural svetidan holatlari yaxshi, idealni 12 ga 256 5000 mAh. Uning ustiga O'zbekistonda hali ishlamagan Snapdragon GM8 3 protsessor bilan jihozlangan bo'ladi. Plus yesimlar ham o'tgan, holatlari idealniy bo'lgan. S24 Ultra smartfonlarini $635 dan bizdan olsalaring bo'ladi. S25 Ultra so'rayotgan mijozlarimiz uchun 3 donagina idealniy skep bo'ldi. Bunaqasi hadab ham kelavermaydi, e'tibor qilinglar. Xo'p, 12 ga 256 bo'ladi, 5000 mAh. Holatlar yaxshi holatda. Plus yesimlari ham o'tgan. Ikkita sim-kart taqilib bemalol ishlasalar bo'ladi. Koreya regioni hisoblanadi. Holatlari zo'r. Narx-navolari $815 dan $830 chiqarib beramiz. Bemalol bog'lanib olsalaring bo'ladi. 22 ultralarga navbatimiz keldi. Mana 22 ultralarni siz bob zo'rlarini olib kelib qo'ydik. Idealniy, shikalat. Birorta joyda petno nuqtasi yo'q. Petno nuqtasi bo'lsa, narxlaridan yana ham o'tib beramiz. $410 dan $395 dan $410 gacha bemalol olsalaring bo'ladi. Green sveti holatlari yaxshi. 12 ga 256 5000 mAh bo'ladi. Bitta sim-kart taqib ishlatasizlar. Koreyskiy region bitta sim-kartda bo'ladi. Bemalol olsalaring bo'ladi. Xo'p, 20 Ultra smartfonimiz bir donagina qolgan. Juda ham idealniy holatda. Faqat shu kamerasini oldida bitta tizig'i bor. Bu qolgan joylari zo'r holatda turibdi. Narx-navosi ham unaqa qimmatmas, $235 ga dastavkasi ichida yetkazib beramiz. Qaranglar, men sizlarga S25 Edge smartfon taklif qilaman. Juda ham ingichka bo'lgan. E'tibor qilyapsizlarmi? 17 R kabi juda ham ingichka va yengil. Xo'p, 12 ga 512, 12 ga 512, 3900 mAh plus yesimlari ham o'tgan. Uning ustiga O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan, xuddiki yangidek bo'lgan smartfonni $625 ga sizlar uchun chiqarib beramiz. Xo'p, S24 Pluslarga navbat yetib keldi. 4900 mAh plus yesimlari o'tgan. Uning ustiga O'zbekistonda hali ishlamagan 4 xil rasvetkada bor. E'tibor qilinglar, yesimlari ham o'tgan. Xo'p, qora svet oluvchilar uchun qora svetdan qilib beramiz. $435 dan narxlari chiqadi. Blue xohlayotganlar uchun bluesidan ham bor. Natural deyotganlar uchun naturaldan ham bor, mana qaranglar. Sizlar uchun ishlashda davom etyapmiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Bu videoni do'stlarga tashlab qo'ying, inshaalloh manfaatli bo'ladi. Goldni xohlovchilar uchun Gold ham bor. Idealniy zo'r holatda turibdi. Narxlari ancha ham yengil chiqadi. Xo'p, Note 20 smartfonimiz bir donagina 4500 mAh, 8256 talik. Salafallari ham olinmagan, e'tibor qilinglar. Tepa va pastida seryozni qora sveti, holati zo'r holatda. Narxi $195 ga sarflab ketib oldim, aytib olamiz. Xo'p, video yosh oson bo'lmayapti, shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, like bosib qo'yinglar, inshaalloh bizga motivatsiya bo'ladi. S22 Plus 2 donagina e'tibor qilinglar, zo'r holatda. Green va qora sveti
8256 4500 match bilan jihozlangan, salafallari olinmagan, idealnisi qora svetda zo'r holatda turibdi. Narxlari $290 va $320 qilib beramiz. E'tibor qilinglar. Green sveti. Smartfon xuddiki yangidek, nok holatda. S23 Plus so'rayotganlar uchun bir donagina ideal oq svetda. E'tibor qilinglar. Simlarga o'tgan ikkita sim kart taqilish dastalari bo'ladi. Narxini $345 qilib beramiz. 8256 bo'ladi. Xo'p. S23 FE smartfonlarimiz ham kirib kelgan. E'tibor qilinglar, zo'r holatda. 8 ga 256 bo'ladi. Bu ham 4500 match plus yesimlari ham o'tgan. Uni ustiga O'zbekistonda hali biror daqiqa ham ishlamagan. Siz birinchisi bo'lasiz. Seryozni qora sveti, ideal zo'r holatda turibdi. E'tibor qilinglar. Smartfon xuddiki qaymoq kabi. E'tibor qilinglar, zo'rlarini olib kelamiz faqat sizlar uchun. Xo'p, S25 da o'zidan olaman deyotgan aka-ukalarimiz uchun keng assortimentda kirib keldi. 4 xil svetda bo'ladi. Holatlari yaxshi holatda, xudo xolasa, bemalol biz bilan bog'lanib, xohlagan svetlaringni tanlab olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. E'tibor qilinglar. Smartfonlar nok holatda. 12 ga 256 4000 match plus yesimlari ham o'tgan. Smartfon. E'tibor qilinglar. Zo'rlarni olib kelamiz faqat sizlar uchun. Blue svetidan deyotganlar uchun blue svetidan qilib beramiz. Inshaalloh bu videoda zo'r tiniq smartfon o'qita yurgan tanishlaringga jo'natib berasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. E'tibor qilinglar. Bunaqangi zo'r svetlari va idealnilarini sizlarga hech kim ilinmaydi. Narxlari $535. Navbatdagi smartfonimiz S24 o'zi bo'ladi. Chuqur svetda bor. Va sizda tanlash imkoniyati ham bor. E'tibor qiling. Smartfon nok holatda 8256 plus yesimlari o'tgan 4000 match gold sveti. Smartfon xuddiki yangidek bo'lib turibdi. Uni ustiga qora va naturallari ham bor. Smartfonni peton nuqtasi bo'lsa aytib o'tib ketamiz. Bizda qanaqa smartfon sotib olamiz deyotganlar uchun, ya'ni onlayn qanaqa savdo qilsak bo'ladi deyotganlar uchun pastdagi ko'rsatilgan raqamlarga yoki Telegram kanallarimizga yozsalaring, sizlarga telefonda turli tomonini obzor qilib tashlab beramiz, rasmlarga olib tashlab beramiz. Smartfon sizlarga ma'qul kelsa, 200 ming so'm oldindan klik va smartfon yetib borgandan so'ng qo'llaringga ushlab, tekshirib, biz aytgandaqa tiniq bo'lsa, pul tashlab olib ketasizlar qolgan pulni. Agar biz aytgandaqa tiniq bo'lmasa, telefonni qaytarib yuboraverasizlar. Bu sizlar uchun plus hisoblanadi. Qaranglar, S22 ni qanaqalarni olib keldik sizlar uchun. Salafallari olinmagan, xuddiki yangidek bo'lganlari kirib kelyapti. Shoshilib ulgurib qolinglar, soni cheklangan. Bunaqa smartfonlar haddan ham kiravermaydi, qaranglar. Salafallari turibdi turli tomonida. 3700 match plus yesimlari o'tgan. 8 ga 256. Seryozni qora svetda. Narxlari $275 dan $305 gacha chiqib kelaveradi holatiga qarab. Green sveti, smartfon xuddiki yangidek bo'lib turibdi. Xo'p, navbatdagi smartfonimiz S23 da o'zi bo'ladi. Exynos 2200 protsessoriga ega, o'yin o'ynashga va fotokameralari zo'r bo'ladi. Xo'p, bizda 4 xil svetda bo'ladi. E'tibor qilinglar. Keng assortimenti holatlari yaxshi bo'lgan smartfonlarni olib kelamiz har doim sizlar uchun. Green sveti 3900 match, 8256 plus yesimlari ham o'tgan. Onalarimiz va opalarimiz, singillarimiz uchun och pushti bo'lgan sveti. Narxlari $315 dan $330 gacha. Seryozni qora sveti. Smartfon nok holatda. Xo'p. Hammaga birdek yoquvchi, beli jemshuk deyiladi. Oq svet ham desa bo'ladi bemalol. Xo'p, S21 smartfonlarimizni budjetli variant so'raganlar uchun taklif qilamiz. 2 xil svetda bor, och pushti va qora. Narxlari $180 dan $205 gacha sizlar uchun qilib beramiz. 4000 match, 8256, xudo xolasa Koreya region narxlari o'ta ham budjetli va super narxda. Xo'p, bizda oxirgi smartfonimiz S20 ni o'zi bo'lyapti. 12 operativga, 128 xotira,
4 bo'ladi. E'tibor qilinglar. Narxlari sizlar uchun $165 dastavkasi ichida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun katta rahmat. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Bu videoni eng yaqin tanishlaringga, ya'ni smartfonni ideali Nokia olaman, narxi arzon bo'lsin deyotganlarga jo'natib beringlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Ha aytgancha, bizda dona va optimga ishlaymiz. Dona olsalaring ham narxini zo'r qilib beramiz. Mabodo tanishlaring bo'lsa yoki o'zlaring foydalangan optimga olmoqchi bo'lsalaring, aloqaga chiqinglar. Yana ham arzon super narxda qilib beramiz. Sog' va salomat bo'linglar.